Lexus mashinamizdan ham bamferiga kraska sepish jarayonlarini boshladik. Bu bamferimizda ikki xil rang bo'ladi. Mana shu tegi qora black piano bo'ladi. Usti mashinaning o'zining rangidan jemchug, ya'ni turqsilovki rang bo'ladi. Ikki xil rang bo'ladi. Xudo xolasa mana hozir o'sha pastki qismiga qora kraskasi sepamiz. Undan keyin qora joyini o'rab, jemchug rangini bo'yamiz va oxirida lakini sepamiz. Mana xudo xolasa qora joylarni ham va pudrali joylarni ham kraskalarni sepib oldik. Inshaalloh idealni. Endi navbat lakini sepishga yetganda, xudo xolasa hozir lakini sepamiz.